Travetinchi usta akalardan yangilikda dahshatida qadrdonlar. Ko'ryapsizlarmi? Oyna ham bu darajada yaltiroq bo'lmaydi. Oyna ham bu darajada silliq bo'lmaydi. Xonadonda qanchalik go'zal holatga kelib qolganini ko'ryapsizlar. Mana shu oddiy bir traveti orqali qadrdonlar. Akalarimizning nomerini pastda qoldirib qo'yaman. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Narxlari juda ham arzon. Siz safarda bo'lasizmi, uydan uzoqda bo'lasizmi? Akalarimizga murojaat qilasiz. O'zlari hamma mahsulot yonlaridan olib kelishib, kvadratga kelishib, shunaqa chiroyli xizmatlar ko'rsatishadi. Darvozaxonani qarang, naqadar go'zal bo'lgan. Yaltirashini qarang, san'at asari. Uyingizga kelgan odam, yashavor, juda ham go'zal qilib qo'yibsan-ku. Usta ham baraka topsin, xonadonning egasi ham baraka topsin deydi. Bunaqa chiroyli xonadonlarda faqat to'y bo'ladi-da, qadrdonlar. Qaranglar, quyosh nurida qanday yaltirayapti. Billurdek yaltirayapti, qadrdonlar. Akalarimiz nomerlarini qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib, shunaqa chiroyli qilgizinglar uylaringni.